Bugungi mavzumiz qayg'usi O'zbekiston, da'vosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Jonlisizlar? Bugun 19-may 2026-yil. Mavzumiz parlament boshqaruviga o'tilmaguncha yoxud rejim o'zgarmaguncha prezident boshqaruvidan parlament boshqaruviga o'tish zarurligini takror va takror aytaverishdan charchamaymiz. Chunki davlat boshqaruvidagi barcha muammolar qay tomondan nazar tashlasangiz ham prezidentlikka, ya'ni yakka hokimlik boshqaruviga kelib taqalaveradi. Parlament boshqaruviga o'tilmasdan mamlakatda taraqqiyot ham, farovonlik ham, adolat ham, erkin demokratik saylovlar ham bo'lmaydi. Prezidentlik rejimida prezident bo'lib olgach, xuddi butun bir yurt otasidan qolgan mulkday taxtda o'lguncha o'tirish harakatiga tushadilar. Farzandlarini, qarindosh urug'larini o'zi istagan mansabga, kalit nuqtalarga tayinlayveradi. Endi parlament boshqaruvga o'tilsa, asosan nimalar yuz berishini kuzatsak. Birinchi, mamlakat yakka shaxsning xohish istagiga, og'ziga qarab boshqarilmaydi. Farzandlarini, qarindosh urug'larini hukumat va yo hokimiyatning yuqori kalit nuqtalariga tayinlay olmaydi. Prezident parlament nazoratida bo'ladi. Chunki prezident parlamentning ham, senatning ham 50+1 ovozi bilan saylanadi va parlamentga hisobot beradi. 6 oy ichida inflyatsiyani tushirolmagan hukumat avtomatik tarzda iste'foga ketadi. Quloch va'dalar berib, va'dasi ustida turmaydiganlar davlat boshqaruviga qo'yilmaydi. Barcha to'siqlar olib tashlanadi. Ishlashni, biznes qilishni, ilmiy ishlar, kashfiyot va ixtirolarga teng va keng imkoniyatlar yaratiladi. Hozirgi prezident boshqaruvi rejimi esa teskari proporsional tarzda ishlash prinsipiga asoslangan boshqaruvdir. Bunga chek qo'yiladi. O'z istagan paytida konstitutsiyani o'zgartirib, prezidentlik vakolatini uzaytira olmaydi. Chunki parlament qo'l ko'tar desa qo'l ko'tarib, tushir desa qo'l tushirib o'tiradigan qo'g'irchoq partiyalardan emas, balki kurashuvchan, bir-birlariga raqobat qila oladigan partiyalardan saylangan vakillardan tashkil topgan bo'ladi. Gap bitta shaxsning, bitta odamning
masalan, Karimov veya Mirziyoyevning prezidentligi ustida ketayotgani yo'q. Masala prezidentlik boshqaruvining yaroqsizligi haqida ketyapti. Prezidentlikka bir odam umri davomida bir marta, bir muddatga parlament tomonidan saylanadi. Hech bir shaxs umrining oxirigacha prezidentlik lavozimida qolishim kerak deb turfa o'yinlar o'tkazolmaydi. Prezidentlik muddati 4 yil bo'ladimi yo 5 yil bo'ladimi? Bu masala referendumga qo'yiladi. Bu shunchaki o'yin uchun aytilayotgan masalalar emas. Mamlakatni parakandalikdan 30-40 yil so'ngra imperiyalar tomonidan yutilib ketilishining oldini olish yuzasidan aytilayotgan yo'nalishlardir. Mamlakatni saqlab qolishning boshqa yo'li yo'q. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlardagi ko'tarilar, piarlar, shov-shuvlar oldiga suyak tashlab qo'ygan maddohlar va trollarning aljirashlari xolos. To'rtlik. Boy o'g'li o'zgartmas joyin, xaroba buzilmaguncha, qullikdan qutulmas eling, zanjirlar uzilmaguncha, taxtga chiqqan har nokas suraverar davronin, haq adolat yo'lida zehniyat o'zgarmaguncha. Bugunga shular. Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.